Xijolat Aytmang. Erim nogiron. Bolalarim hali yosh. Hozircha uyda boquvchi menman. Menga bolalaringni, eringni pesh qilma, tushundingmi? Ishingni eplolmadingmi, o'rningni bo'shatib qo'y. Iltimos sizdan bir marta bo'lsa ham imkon bering. Axir shuncha yil ishladim. Mijozlarga chiroyli muomala qilishni ham bilmaysan. Endi meni boshim umuman qotirmagan, sal epchilroq bo'lish kerak edi. Mayli. Hech bo'lmasa maoshimni bering. Nima? Maosh? Shunday obro'li mijozimizni ustiga choy to'kib yording. Pulini to'lamasdan ketdi. Seni deb mijozimizdan emaydi. Kamiga u pulini to'lamadi. Nima, men senga maosh berishim kerakmi? Hech qanaqa maosh yo'q, tushundingmi? Bor sur bu yerda. Bor. Bir marta bo'lsa ham imkon bering. Yo'q. Mayli. Rizqim Allohning qo'lida ekan. Nimaga ham cheking? Men shu yerda ekanman. Seni rizqing bu yerda emas. Tushundingmi? Boshimni qotirma, sur. Fartuqni ham yechib ket. Aqlli. Bugun uyga hech narsa olib kirmasam, bolalarim och qolishadi-ku. Endi nima qildim? Ziyoda? Qalaysan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shunchalik o'zgarib ketibmanmi? Uzr, tanimadim. Uyat. Xonavachchalar bir-birini tanimasa-ya. Tanimayapsanmi? Rahmon aka, sizmisiz? Xayriyat, taniding. O'tir mashinaga. Bo'l. Xo'p. Yaxshimisan? Rahmat. Ha, kech bo'lganda qayerdan kelyapsan? Ishdan qaytayotgandim. Ha, yaxshi. Bolalaring, uyingdagilar yaxshimi? Rahmat. Xudoga shukr, yaxshi. Kecha onam aytib qoluvdilar. Kuyovni sog'ligi yaxshimi? Oldingidan ancha yaxshilar. Hozir xastada yuribdilar, Xudoga shukr. Ha. Bir og'iz menga aytmabsan-da. Axir men senga begona emasman-ku. O'zingiz qachon keldingiz O'zbekistonga? Kecha keldim. Qarang. Oradan bir pasda 7 yil o'tib ketibdi-ya. Yo'q, 8 yil bo'ldi. Endi butunlayga qaytdim. Qayerda ishlayapsan o'zi? Restoranda ishlayotgandim. Ha. 4 yildan beri bitta restoranda ishlayman. Hamma ishini yaxshi bilaman. Lekin arzimas bitta xatoyim edi. Bugun ishdan bo'shatishdi. Shunaqa degan. Unda men seni bitta joyga olib boraman. Qayerga? Borganda ko'rasan. Assalomu alaykum, rahmatullohi. Yaxshimisiz? Kelishingizni bilmabmiz. Bilganimizda joy tayyorlab qo'yardik. Shahzod, rahmat, shart emas. Meni jiyanim. Ziyoda. Bugundan boshlab mana shu restoranni o'zi boshqaradi. Tushundingmi? Hamma yo'l yo'riqni o'zing o'rgatasan. Xo'p bo'ladi. Ziyoda, rozimisan? Ha?
mayli. Rizqim Allohning qo'lida ekan, nimaga ham chekinma. Men shu yerda ekanman, seni rizqing bu yerda emas. Senga ham tushunarli. Yur edi. Qani yur.